Tabassumingiz sizning kimligingiz haqida aytib turadi. Hozir gap ko'pchilik qiziqish bildirayotgan tishlarning oldi qismiga yopishtiriladigan vinir konstruksiyalari haqida bo'ladi. Vinir nima? Nima uchun qo'yiladi? Nimalardan tashkil topgan? O'zi kerakmi? Nima minus tomonlari bor? Narxi qancha bo'ladi va qancha vaqt talab etadi buni qo'yish? Va bracket aligner implantlardan nima farqlari bor? Bugungi videoda shu haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Iminov Alisher. Men stomatologiya sohasida 5 yildan beri faoliyat yuritaman. Asosiy yo'nalishim biomimetika va tishlarga vinir konstruksiyalarini qo'yish. Va men shu paytgacha 3000 dan ziyod bemorlarga xizmat ko'rsatib kelyapman. Vinir bu tishlarning oldi qismiga yopishtiriladigan yupqa qoplama, ya'ni konstruksiya. Uni biz tishga kiydiriladigan libos kabi tushunishimiz zarur. Masalan, faraz qiling, siz katta davralardasiz, ya'ni kulsangiz tishlaringiz xunuk bo'lsa, kiyim ham jozibasini yo'qotib qo'yadi. Lekin vinirlar sizning tabassumingizni batamom o'zgartirishi mumkin. Vinirlar asosan old tishlarga qo'yiladi. Ya'ni sizning kulganingizda lamingizni chekka qismi qaysi tishda to'xtasa, shu zonagacha qo'yiladi. Ya'ni bu kulgu zonasi deb ataladi. Ikkinchi tomondan olib qaraganda, tashqi ko'rinish qanchalik go'zal bo'lsa, bu inson o'ziga bo'lgan ishonchini yana ham oshiradi. Bu hozirgi vaqtda biznesmenlar, blogerlar va sotuvchilarga juda ham asqotmoqda. Nimaga qo'yiladi, o'zi kerakmi degan savol bor. Agar sizning tishlaringiz qiyshiq, shakli har xil va sarg'ish bo'lsa yoki oralari ochiq va siniq joylari bo'lsa, bu muammoga yechim vinir. Lekin chalkash savollar ham bor. Bracket yoki alignerlar nima farqi bor bo'ladigan deb so'rab qolishadi, lekin buni farqlari juda ham katta. Bracketning vazifasi tishlarning qiyshiqligini to'g'irlab va ularni bitta qatorga taxlab berish, ya'ni qiyshiq tishlarni to'g'irlash. Koronka bilan vinirning nima farqi bor deb savol berishganda, bu savolga javob koronka bu o'zi qoplama deyiladi. Qoplama ya'ni tishi butunlay chaqlanadi. Ko'p holatlarda nervi olingan tishlarga qo'yiladi. Shu. Vinirga bo'lsa tishlarning nervi olinmaydi va kam chaqlanadi. Ya'ni siz bu holatda vinir qo'ydirib tishlaringizni salomatligini ham saqlab qo'yasiz, ya'ni nervi olinmayapti va go'zal tabassumga erishyapsiz. Vinirni minus tomonlarini so'rashgan ekan. Minus tomonlari shuki, tishning oldi qismidan ozgina chaqlanadi. Lekin yaxshi mutaxassis tomonidan bajarilsa, bu kelajakda muammo tug'dirmaydi. Hozirgi statiyalarda 15-20 yildan beri to'g'ri qo'yilgan vinirlar turibdi. Haligacha tushib ketmagan. Vinirni aniq srogi yo'q. 10 yilda almashtirish kerak, 5 yilda almashtirish kerak, 15 yilda. Kitobda yozilganki, ortopedik konstruksiya, ya'ni stomatolog tomonidan bemorga qo'yiladigan konstruksiyalar har 5 yilda almashtirib turilgani maqsadga muvofiq deyilgan. Lekin bu gap ko'p holatda sementga qotiriladigan koronkalar yoki boshqa konstruksiyalarga aytilgan. Vinirlar bo'lsa, bu yerda adgeziv protokol bo'lgani uchun uzoq muddat turib bera oladi. Vinirni hammaga qo'ysa bo'ladimi degan savolga yo'q deb javob bergan bo'lardim. Avval tishlar tekislanadi va undan keyin vinir qo'ydirsa bo'ladi. Agar siz o'zingizga bo'lgan ishonchni kuchaytirishni, ya'ni tabassumingiz transformatsiyasini o'zgartirishni xohlasangiz, qaysi etaplardan o'tishingizni aytib o'taman. Birinchi kun tashrif buyurganingizda sizni konsultatsiya qilamiz, og'iz bo'shlig'ini ko'rib chiqamiz. Undan so'ng biz sizni rasmga olamiz, yuz shaklingizni, kulgu chegarangizni, ya'ni analiz estetika jarayonidan o'tasiz. Va rasmga olib bo'lganimdan so'ng men sizga bo'lajak tishlaringizni, ya'ni kulganingizda tishlaringiz qanaqa chiroyli ko'rinishini elektron variantini sizga chizib ko'rsataman. 2-3 kun kelganingizda esa bo'lajak tishlaringizni plastmassadan yasalgan maket varianti tayyor bo'ladi. Va men uni tishlaringizga taqib ko'rsataman. Agar yoqmasa, o'zgartirish kiritiladi. Barchasi sizga ma'qul kelgandan so'ng o'sha kuni charxlash bosqichini boshlasak bo'ladi. Charxlash bosqichini tugatganimizdan so'ng sizga yana o'sha plastmassadan tayyorlangan maketni tishlaringiz ustiga taqib qo'yaman, chunki tishsiz yurmasligingiz uchun. Ya'ni sizning tishlaringizda nervi olinmagan, tishsiz yursangiz tishingiz og'rib qolishi mumkin. Ya'ni siz komfort holatda yurishingiz uchun bo'lajak tishlaringizning maketi sizni himoyalaydi. Undan so'ng qolib olamiz va malakali texniklarga jo'natamiz. Texniklarimiz bir hafta 10 kun davomida tishingizni tayyorlab berishadi va 3-qabulingizda tayyor bo'lgan vinir konstruksiyalarini tishingizga o'rnatamiz. Vinir bu nafaqat tish, balki bu sizning status belgingiz. Sizni ko'rgan inson u o'ziga yaxshi qaraydi va yuqori darajadagi inson deb baho beradi va 90% odamlardan ajralib turishingizni ta'minlaydi. Hozirgi vaqtda malakali shifokorlar bir dona vinirni $200 dan $400 bo'lgan narxda qo'yishyapti. Bizning klinikamizda kafolat asosida vinir tishlarini qo'ydirishingiz mumkin. Agar pastdagi havola orqali kelsangiz, konsultatsiyamiz bepul bo'ladi.